Hammaga assalomu alaykum. Mana shu kommentarlarni ko'rib turibsizlar. Oldin yaxshilik qilib video olmagan, hozir yaxshilik qilib video olish ham bir modda bo'ldi. Shunaqa o'zini ko'taradi degan bir ikkita savollar, kommentariyalar kelgan. Men oldin yaxshilik qilgan bo'lsam-da, men ko'p joyda, hech joyda ham video qo'ymaganman. Aytganman yaxshilik qilaman deganman, lekin u narsani men hech qachon videoga olib chiqmaganman. Hozir meni bitta o'sha svetoforda turgan videom yosh ruskiy bolalar farimda, mashina farini sutganda, men har bittasiga 4 kishimi 5 kishi esimda yo'q точно videosi bor. 100 rubldan bergandim. O'sha videomda TikTokga ham qo'ydim, Instagramga ham, YouTube'da ham tam 200 ming, 300 ming prosmotr ketgan. Bitta mana shu aka shunaqa yozibdi. Men bunga вообще hayron qoldim. Odamlarga yaxshilik qilib video qilsang ham yomonsan, yaxshilik qilmay video qilmasang ham yomonsan. Вообще tushunmay qoldim bu akani maqsadi nima. Men o'sha paytda даже video qo'yishdan oldin ham o'yladim. Men shu videoni qo'ysammi, qo'ymasammi? Chunki meni unaqa videolarim juda ham ko'p. Даже men oldimga o'sha aka kelsa, men mana shu telefonimda o'shanaqa yaxshilik qilgan videolarimni не только o'sha yosh bolalarga, даже Moskvada shuncha qiynalib yurgan, patentini to'lay olmaydi, kvartirasini to'lay olmaydigan bolalarga men Xudoga shukr yordam berganman. Bu narsani men hech joyda gapirmaganman. Shuning uchun unaqa kommentariy yozish kerak emas. Qo'lingizdan kelyaptimi? Sizni sharoitingiz yetadimi shu narsaga? Harakat qiling aka, shunaqa birovdan negativ yozgandan ko'ra o'zingiz ham shunaqa odamlarga yordam bering. Agar shuncha yordam berishni bilmayotgan bo'lsangiz, menga svязga chiqing. Men bilan bir kun yurasiz. Qancha ish qilishimni, qancha odamlarga yordam berishimni sizga ko'rsatib qo'yaman men. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hammaga rahmat.